Krediti borlar uchun juda kerakli ma'lumotni beraman. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Agar bank sizni sudga bersa, sizni kreditni to'lashga imkoniyatingiz bo'lmasa yoki muddati o'tgan kredit qarzdorligini yopishga umuman to'lovlaringiz bo'lmasa, sud protsessini davom ettirilishiga, to'liq qarzdorlikni undirilishiga qo'yib berishingiz kerak. Negaki, sudning hal qiluv qarori yoki buyrug'i chiqqandan keyin bank tomonidan sizga nisbatan foiz, peniyalarni hisoblash va neustoyka hisoblash avtomatik tarzda to'xtatiladi. Agar siz sud qarori ustidan shikoyat qilib, uni bekor qildirib yoki sud buyrug'ini bekor qildiradigan bo'lsangiz, o'sha davr uchun ham sizga qo'shimcha foiz va peniya to'lovlari qayta hisoblanishi mumkin. Shu sababli sizni to'lov qobiliyatingiz bo'lmasa, demak, sud qarori ustidan shikoyat qilish yoki unga e'tiroz bildirish kerak emas. Qayta foizlar hisoblanib ketishi mumkin. Agar kredit, garov, auksion masalalarida yuridik yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat eting va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.